Serizda mana shunaqa ishlarimizni ham qilamiz. Ozgina qolib ketgan ustalardan qolib ketgan joylarini o'zimiz ijod qilib, o'zimiz uchun fantaziyalarini chiroyli qilamiz. Kirganda odamni bahri dili ochiladigan qilib chiroyli qilamiz-da. Liniyalarini chizamiz. Xohlasa premium qilib chiroyli qilib qo'ysak, kelgan klientlar ham kirgan joyini biladi, qayerga kirayotganini, chiroyli serizga kelayotganini bilishadi-da. Shunaqa ishlarini to'g'rilab qo'ysak, o'zimiz o'z qo'limiz bilan yaratamiz. Endi ortiqcha usta chaqirsak, boshqa qiladigan bo'lsa, unga ham pul to'lash kerak bo'ladi. O'shanga qo'limizdan keladigan ishlarni o'zimiz qilamiz-da. Qo'ldan kelguncha xohlasa chiroyli chiqadi. O'tirmaydi. Hammasini o'zimiz qilib qo'yamiz. Usta chaqirib nima qilamiz? Qo'limizdan keladigan ish shu deyishyapti-da. O'shanga o'zimiz bo'yab, chiroyli qilib, qo'limizdan kelguncha mana shunaqa ishlarini qilamiz. Hammamiz ham o'zimizdan qo'limizdan keladi. Endi chiroyli bo'lsin deb serizda shunaqa imkoniyatlarini qilamiz. Xudo xolasa bundan ham zo'r qilamiz. Bundan ham katta ijodlar qilamiz. Bu yerda kelgan odam bemalol ko'rib, mazza qilishadi-da. Shunaqa ishlarni olib boramiz.